Nega yosh bolalarda quloq og'rig'i kattalarga qaraganda ko'p uchraydi? Buni asosiy sabablardan biri Yevstaxinaya hisoblanadi. Yevstaxinaya yosh katta bo'lgan odamda, yosh katta odamda Yevstaxinaya tepaga qarab o'sib boradi. Yosh bolalarda bo'lsa Yevstaxinaya bunaqa emas, mana bunaqasiga tekis bo'ladi. Shuni hisobiga uni burun bo'shlig'iga ajalma bo'ladimi, ovqat qoldig'i, sut qoldig'i, yiring bo'ladimi, Yevstaxinaya orqali o'rta quloqqa o'tib ketib qoladi. O'rta quloqqa o'tdi degani bu eksudativ otit boshlandi va bolalarda kuchli quloq og'rig'i boshlandi degani bilan tengdir. Eksudativ o'rta otit kasalligini davosi bu birinchi navbatda albatta burun har doim ochiq holatda bo'lishi kerak. Burun bo'shlig'i sanatsiya qilinadi. O'rta quloq yo'li ochilish uchun antibakterial davo muolajalari beriladi va mukolitik preparatlardan foydalanamiz.